2024-yil bitta tadbirkor fast food biznesini ochaman deb bizani do'konimizga kelganlar, showroomimizga. Uskunalar bilan tanishganlar, tekin maslahatlar olganlar, narx-navolarni o'rganganlar va ro'yxat qildirib ketganlar. Qaytib kelmaganlar. Oradan 1 yil o'tgan. Bir kun menga telefon qilishyapti, bir tanishim orqali. O'sha biznes egasiligini tanishim tushuntiryapti menga. U biznes o'xshamadi, bankrot bo'ldi, uskunalar qolib ketdi, yangisi ham bor, eskisi ham bor. Ya'ni sen bitta tanishgan, shu uskunalar bilan ko'rgin. Asosan shu uskunalarni sen ta'minlar ekansan, katta fast food brendlariga sen berar ekansan. Senga ham ularga ham manfaatli tomoni bo'lsa, shu uskunalarni kelib ko'rib, xarid qila olasanmi deyishdi. Ertasi kuni omborligiga bordim, uskunalarni ko'rdim, ular bilan gaplashdim. Qarasam uskunalar juda ham ko'p. Ularga savol berdim, nimaga yangi boshlagan biznes egasi bunaqa ko'p uskunalar olib tashladinglar? Desam, keyin ular tushuntirishdi. O'sha payt sizlarga do'koningizga borganimizda u uskuna 10 million so'm edi. Keyin biz Turkiyaga telefon qilib so'rasak, taxminan 7 million so'm deyishdi. Demak, rangiya katta ekan, o'zimiz olib kelsak arzonga tushar ekan degan xulosaga keldik. Zavod bilan gaplashdik, hamma uskunani yig'dik, qarasak, logistikadan yutqizamiz. Fura to'lmayapti. Furani to'ldirish maqsadida, yo'lkiradan yutish maqsadida kolичествоni ko'paytirdik. Shuning uchun bu yerda uskunalar ko'p deyishdi. Keyin men uskunalar bilan tanishishni boshladim. Qanaqa uskuna, qaysi model, to'g'ri model tanlanganmi, dop opsiyalari to'g'ri qo'shilganmi, O'zbekiston bozoriga to'g'rilaydigan joylari to'g'rilanganmi, to'g'ri keladigan. Qarasam, ko'p narsa xato qilingan, dop opsiyalar qo'shilmagan, modellar noto'g'ri tanlangan, to'g'rilaydigan joylar to'g'rilanmagan. Xo'p, mayli, hozir bu uskunani menga nech bilan taklif qilmoqchisizlar? Men hozir ham bu uskunani 10 million so'mdan sotaman deb aytdim. Va ular uskuna ularga 10 milliondan qimmat tushganini aytishdi. Sababi 7 milliondan tashqari bizni foydalanuvchi emas, sotuvchiligimizni hisobga olishmagan. Chunki nimaga zavod foydalanuvchidan ko'ra sotuvchiga boshqacha narx beradi, ya'ni arzonroq. Undan tashqari logistika xarajatlari, rastamoshlik xarajatlari, sertifikat xarajatlari va yana bir asosiy sabablardan bittasi furaga noto'g'ri yuklash masalasini hisobga olishmagan. Bu nima olib keladi? Noto'g'ri yuklash bu uskunaga jiddiy zarar berishi mumkin. Bu zararni to'g'rilash uchun yana rasxodga tushiriladi. Va ular bilan o'tirib aniq hisob-kitob qildik. Natijada ularga har bitta uskuna 11,5 million so'mga tushgan ekan. Keyin men ularga aytdimki, sizlarga ham, menga ham manfaatli tomonni o'ylagan holatda sizlarga shunaqa taklif beramanki, hozir shu yerda zavodga telefon qilaman, o'zingizlar eshitasizlar, nech puldan olishimni, o'sha narxdan sizlardan olib qola olaman hamma uskunani. Naqd pul sanab. Telefon qilishimdan oldin ularga kimga telefon qilayotganimni ko'rsatdim. Shu zavodda odamni taniysizlarmi deb aytdim. Ha, taniymiz deyishdi. Telefonni gromkiga qo'ydim, eshitishdi. Nech puldan menga zavod bu uskunani berayotganini, ular bizga bu narx to'g'ri kelmaydi deyishdi. Shu bilan uskunalarni olmadim. Menimcha hozirgacha uskunalar chang bosib yotibdi omborxonada. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, chet eldan o'zingiz uskunani xarid qilsangiz, bizning narximiz bilan bir xil bo'ladi. Udashni chiqib qolsa 5-10% farq qilib qolishi mumkin. Lekin siz o'zim borib zavoddan olaman deydigan bo'lsangiz, borish kelish va gastinisalarga rasxod qilasiz. Yo'q, o'zim bormayman, shu yerdan turib hal qilaman desangiz, pulingizni riskka qo'yasiz. 3-o'rinda uskuna buzilganda vaqtida servis ola olmaysiz va men bularning hammasi 5-10% uchun arzimaydi deb o'ylayman.